Voy, bu Jiminku. Qani qayerda? Hazillashdim. Umuman kulguli emas deysiz. Nima deyapsan? Balandroq gapira olmaysanmi? Nima balo, seni past ovozingdan hozir uxlab qolaman-ku. Qani buni biroz suramiz. Endi seni chakchi ko'ryapman. Men chiroylimanmi? Ha, молодец. Bu oynachani ko'ryapsanmi? Uni uyga olib ketib qolma, xo'pmi? Bo'lmasam boshliq ikkimizning oylik maoshimizdan ushlab qoladi. Aha, shuningga men baribir uyimga olib ketaman. Men ham. Qo'y, to'xta. Qo'y buni joyiga. Tur bo'tdan. Xo'p, biz nimada to'xtagandik? Chalkashib ketdimmi? Xotiram juda yomon-da. Chaproqqa surilchi. Of, baribir eshitilmayapti. Kel, mana bunday gaplashamiz. Oy, meni bechora bo'ynim. Вообще hech narsaga tushunmayapman. Meni eshityapsanmi o'zi? Shaxsan men hech vaqt uni eshitmayapman. Balandroq gapir. Tushunmadim, kechir. Tем более markerim ham yozmayapti. Qanday asabbuzarligi? Hey, kimdir bo'ynini olib qo'ysa bo'lmaydimi? Olib ket buni. Rosa asabga tegdi. Tayin joyga qo'y, lekin gapiraver. Uf, men ham borishim kerak. Sen maktabga borib buni hammaga ko'rsat. Buni olib ketamiz. Oldinroq qayerda dedingiz? Endigina charmanmi deb o'ylagandim. O'zi mana buni. Toshingni ter. Xo'p, tushundim. Lekin buni Yo'q, qo'l dedim. Asabni buzib ketdi mol. Tegma, senlarning boshqa ishing yo'qmi yoki? lekin buni olib qo'yish kerak. Hammanikini olib qo'ydingizmi? Unda menikini ham olavering. Shundoq ham kassada o'tirgandek his qilayotgandim o'zimni. Mana shunday. Achuu, kechirasan. Ana bu bolani ko'zi tegdimi deyman a? So'ygan narsangni qara-yu. Qanday ajoyib hikoya, lekin qaysi tilda gapirganingga tushunmadim.